Bugungi mavzuyimiz moliyaviy reja, ya'ni finansiy plan. Finansiy plan bu odatda korxona kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlarini va qo'yadigan maqsadlarini yozib boradi. Imенно moliyaga tegishli bo'lgan. Mana misol uchun men 3 yildan keyin bozorda mana bunaqa holatga ega bo'lmoqchiman desangiz, strategiya nuqtai nazaridan. U degani unga finansiy tarafdan qanaqa urovga chiqishligi belgilanib bo'ldi degani. Ya'ni bozorni egallash uchun qancha pul kerak, mana bunaqa qancha savdo qilish kerak degan. O'shanaqa planlarni finansiy planda qo'yilib ketadi. Odatda agarda finansiy planingiz bo'lmasa, nima bo'ladi? Sizni xayolingizga qachonki ideya kerak kelgan bo'lsa, qaysi tarafga yurish haqida, o'sha har xil taraflarga yuriladi. Va natijada bu nimani beradi desa, biza odatda, ya'ni korxona odatda siz qo'ygan maqsadlarga erishmaydi. Pромежуточный, ya'ni qisqa muddatli bo'lgan maqsadlarni siz erishaverasiz, lekin uzoq muddatli maqsadlarga yaqin yetib bormaysiz. Endi eng ko'p beriladigan savol, finansiy plan bilan finansiy model bir xil narsami? Yo'q, albatta bir xil narsa emas, lekin juda ham yonma-yon yuradi va birgalikda ishlatiladi. Finansiy plan qisqa qilib aytganda boyiga maqsadlarni, moliyaviy maqsadlarni qo'yamiz va unga erishish yo'llarini, qanaqa borishlarini belgilab beriladi. Endi shu narsani o'zimizning oddiy tilda aytsak, Excelda raqamlashtirish. Finansiy model bu ikkita eng katta narsani aytaman. DCF deydi, uni discounted cash flow. Ya'ni kelajakda topadigan pulingizni mana qo'yib chiqdi, 3 yillikni kelajakda mana bunaqa bo'ladi dedi. Kelajakda 3 yildan keyin men 5 million dollarga ega bo'laman deylik. O'sha 5 million dollarni diskount qilib bugungi kundagi narxini chiqarib beradi. Birinchi masala. Finansiy model, ikkinchidan bizaga ssenariylarni beradi. Ya'ni biza finansiy modelda ssenariylar qilib chiqishimiz kerak. Bu narsa nimaga kerak? Odatda biza o'zimiz plan qilamiz va o'sha narsa maqsadga erishishi maqsad qilib qo'yamiz, lekin o'zi po faktu nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shunaqa bo'lib qolishi mumkin, biz yo maqsadga erisha olmaymiz yoki kerak bo'lsa maqsaddan ham o'tib ketishimiz mumkin. O'sha holatda finansiy model shu narsani o'zi inobatga oladi. Nima sababdan? Risklarni o'lchash uchun va muammo kelganda qanaqa yechishni sizga o'rgatib beradi. Aytaylik, biza eng oddiy tilda aytaylik 5 million topmoqchimiz shu 3 yil davomida yoki 1 yil davomida. Agarda 5 million topmasak, eng kamida bo'lmadi degani nima bo'lishi mumkin degan savolni berasiz. Aytaylik, bo'lmadi degani 1,5 million topamiz va o'sha 1,5 millionga ssenariy qilib chiqamiz. Uni nomi eng yomon ssenariy deyiladi. Ya'ni ingliz tilida worst case scenario deydi. O'sha narsani qilsangiz, orada sizni rasxodlaringiz bor, plan qilgan. Qachon kasb razrivga kirasiz? Mabodo 1,5 million qilsak, minusga kirib ketsak, qayerdan pul topamiz degan savollarga javob topishingizga to'g'ri keladi. Va o'shanda siz mabodo bizga maqsadimizga erisha olmasak, mana bunaqa bo'lib qolsa, nima qilishlarini o'ylab chiqasiz. Endi uchinchi versiya ham bor, ya'ni ssenariy, bu best case ssenariy deyiladi. Ya'ni eng yaxshi bo'lgan holatda qanaqa ssenariy? 5 million maqsad qo'ydik, aytaylik 10 million qilib qolishimiz mumkin. O'sha narsani ham oldindan qilish kerak. Va o'zi ertaga shu narsani qilgandan keyin siz plan fakt tekshirib olasiz. Ham finansistingizni, ham strategiyangizni, ham qolgan narsalarni. Mabodo sizni holatingizda 5 milliondan ancha razlitsa bersa, albatta siz so'rashingiz kerak, biza qayerda xato qildik? Biza ssenariyni yozayotganda xato qildikmi yoki maqsadlarni noto'g'ri qo'ydikmi? Ana o'sha narsa juda ham muhim. Shu sababdan finansiy plan albatta bo'lishi kerak va unga yonida finansiy model ham bo'lishi kerak. Ertaga har qanday holatda nima qilishni oldindan maksimal darajada bilish kerak.